2015-yil oktyabr oyi. Esimda. Liverpool APLda 10-o'rinda borayotgan edi. Undan oldingi mavsumni ham rasvo o'tkazgan jamoa murabbiyi Brendan Rodjersni haydash vaqti keldi. O'rniga kim? Dortmund murabbiyligidan ketgan klubmi? U rozi bo'ladimi? Ha, faqat muxlislari uchun, sehrli stadioni uchun rozi bo'lishi mumkin. Ha, shunday. O'zi ham kelar ekan shunday dedi. Bu jamoaning muxlislari uchun keldi. To'g'ri, Dortmundda ishlari 5 bo'lib faoliyatini tugatmasdan ishsiz yurgan edi klub. U qanday? Kelmasin deyishingiz mumkin-a? Yo'q. U qaysidir klubga bormasin, faqat muxlislari uchun boradi. Axir uning energiyasi bu muxlislar-ku. Kelar chog'ida aytdi. Seni klubga qanday kelishing muhim emas, qanday ketishing muhim dedi. Ha, gapingda turding. Ketishingni aytib bizni yuragimizni parchalab tashlading. Yana shunday deding. Menga 4 yil vaqt bering, albatta sovrin yutaman deb qo'rqmasdan aytding. Nima seni 4 yil kutishimiz kerakmidi? Agar klub bilsa, uni albatta kutishimiz kerak. Seni klub yana uddalading. Shunchaki emas, hammani esidan chiqmas darajada uddalading. Kataloniyada 3-0 hisobidagi mag'lubiyatdan so'ng sen sevgan stadioning Enfieldda 4-0 hisobi bilan javob berar ekansan. Endi finalda kim bo'lmasin? Sen Yevropa Chempionlar Ligasini yutishingni biz bildik. Keyingi mavsumcha 30 yil bo'lib qoldi. Liverpool hali APLni yuta olmayapti. Sen nima qilding? Buni ham shunchaki yutmading, hammasini tarixga aylantirding.